Tasavvur qilaylik, siz 18:00 da o'z ishingizdan chiqdingiz va yagona darchada ishingizni bitirmoqchisiz. Yagona darchalar ham 18:00 da o'z ish faoliyatini to'xtatishadi. Yokida dam olish kunlari yagona darchada ishingizni bitirmoqchisiz, ular esa dam olish kunlari va bayram kunlari ishlashmaydi. Shunday vaziyatda nima qilsa bo'ladi? Aynan bizning yagona darchamizda navbatdan tashqari uydan turib ishlaydigan xodimamiz mavjuddir. Bu xodimamiz sizga kechki payt 11-12 bo'lsa ham, yakshanba, shanba kunlari bo'lsa ham, bayram kunlari bo'lsa ham tezkor yordam bera oladi. Misol uchun kechki vaqt siz zudlik bilan safarga chiqishingiz kerak. Mashinangizda ishonchnoma, sug'urta yoki tonirovkaga ruxsatnomasi yo'q. Aynan shunday vaziyatda xodimamiz yordam bera oladi. Yokida siz YTTingizni muzlatishingiz kerak kechki vaqt, ertangi kuniga o'tib ketsa, u soliq chiqadi. Yokida auksionga zudlik bilan registratsiya qilishingiz kerak. Aynan mana shu vaqtlarda bizning 24 ga 7 xodimamiz professional tarzda yordam bera oladi.